Ovozli kitob apdeta. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nuzugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushikin qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Kumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mung tushdi. Men nuzukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nuzugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib etinglar. Ifloslar. Xo'sh aka, nada bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqimni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Bir ozdan keyin qirg'izlarning otlar deb varqirgan hayvatlik ovozi yana anglandi-da, ancha vaqt o'tmay o't tutashtirib olgan tayoq to'qmoqlarini pulanglatib, bir necha odam soyga tushdi. Bu chaqda soyni bo'ylab g'ujmaklashib ketib borgan cheriklarmi kuch to'plab ulgurgan edi. Cheriklar qizlarga qaratib miltiq o'qyalarini etishga boshladi. Qancha hujum qilg'ini bilan cheriklarning sepini buzib, qizlarga yaqin kelolmagan qirg'izlarning ba'zilari cheriklarning nayisiga uchrab otlaridan yiqildi. Saq qolganlari cheriklar sepini buzib o'talmaydiganligiga ko'zlari yetib, do'ng tarafga qaytishdi. Sharq taraf yangidan buzirib kelmoqda. Tutqunlarga yo'l bo'yi cheriklar ozda ko'rinib edi, endi ular cho'ng sayning ichiga patmay qolgan edi. Dunyoni manjo cheriklari besib ketganmi nima? Bularni o'ldirib tugutish mumkin emas o'xshaydi. Helimi bizning xo'jimiz 6 oy davomida mushlarga bardoshlik berib ketdi jumonglar. Xelicha xinim har tarafdan kelib to'plangan cho'ng sayning ichiga patmay qolgan cheriklarni ko'rib hayron qoldi. Bizning bulardan qutulib ketishimiz mumkin emas o'xshaydi. Qirg'izlarning omon qolganlari tog' eshib ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Tutqunlar ilgirki o'rinlarga kelib o'ltirsimu, lekin uyqusi kelmadi. Cheriklar orasidagi Wangchong besiladigandek emas. Oqshom yerga gugum tushganda yepilgan qo'rg'onning darvozasi faqat atrof butunlay jimib, kun ufuqdan ko'tarilgandala ochildi. "Voy xelicham, movi o'likka qarasla, tunishtaklik qiladi-ku." Kechasi qurbon bo'lgan qirg'izlarning o'liklari soyning qoptilida yassimu, ammo o'z halakchiligida qolgan tutqunlar ularga ancha sapsilib qarab ketmagan edi. "Qani, qaysini deydilar?" dedi o'zidan 5-6 qadam nerida yotgan o'liklarni ko'zdan kechirib etib Xelicha xinim. "O, beshidagi qalpiqi tushib ketgan yigitga qarasizlar. U yiliqi Oqsuning bozorida qo'y setayotgan qirg'iz yigitga bek o'xshaydi ekan. Ras, qalam tortib kelayotgan inchki burtiboy yigit shuda qiladi. Rostili shu yigit bo'pqanmisin yana? U tunugin og'inlarga Xelicha xinimni ko'ztib, xeyl yergacha kayindan agishib kelib edi. Shu o'xshaydi. Bu bechora bizga ich og'ritib, Oqsuga sotqili opag'an mollarini tashlab qaytib kelgan edi. Tog' qirg'izlarini yig'ib, bizni qutuldirib olish uchun cheriklarga hujum qilganmi, mush yigit o'xshaydi. Tunugin ko'z qisqiniga qaraganda siliga kuyib qolgan bo'lsa kerak." Xelicha xinim do'stining so'zini anglaganda o'zini qulaysiz ahvolda qolgandek sezdi. "Bu yigit siz uchun qurbon bo'ldi-ku. Yursizlar, berib tuz yotqizib qo'yaylik. Qo'rqyapman. Sizlar uchun jinini qurbon qilgan yigitni qo'rqamdilar." Do'stining bu so'zini anglagan Xelicha xinim yerni putining uchida avaylab tashlab, tosh ustida so'naylanib yotgan qirg'iz yigitning yeniga keldida, ichida oyat o'qib, uning putini to'sidi. "Qancha qilgan bilan musulmon bolasi emasmi? Yotgan yeri besh bo'lsin. Ehtimolim
uylanmagan bo'lsa kerak. Cho'nqur nafas oldi Xelicha xonim. U bo'yniga bog'lab olgan yog'liqini yeshib, yigitning yuziga yepib qo'ydi. Ularning qishig'a boshqa qizlarmi kelib qo'shildi. Kecha qo'liga mashal tutib kelayotganlarning biri mush kishi o'xshaydi. Chiroyli yigitgan. Tutqunlarning kayni-kayindan kelib o'likni ko'rayotganligi cheriklarga yoqmagan bo'lsa kerak, ularni qo'g'lig'ili turdi. Tez bu yerdan yo'qilinglar. Hozir yo'lga chiqsizlar. Tayyorlaninglar. Odatda sahardala qo'rsoqlariga onda-munda bir narsalarni yeb yo'lga chiqadigan tutqunlar bu qitimqi qalaymaqanchilik tufaylidan peshin mazgilida qo'zg'aldi. Qo'rg'onning o'pcho'risida bo'lsa, oftobga qoqlanib turgan nurg'unlagan jasadlar qoldi. Xelicha xonim bilan buvi Oysham ularning orasidagi yuziga nepis qizil yog'liq yepilgan qirg'iz yigitning jasadiga pat-pat qarab qo'yatdi. Davonga yetmay turibli uchrashgan bu fojialik voqeadan keyin qo'rqib qolgan xotin qizlar amdi har bir cho'qi bilan chatqonlikqa qarashib kelayotdi. Nozugum o'lganlar orasida boqamni uchirtib qolamanmikin deb bek tashvishlandi. Biroq u yo'q edi. Tog'ning bari yo'qi, 2-3 odam qator mangalaydigan qiya toshlar bilan suv eqinlari ko'p yo'llarda menish shaharda tug'ilib o'sgan qizlarga oson damsiz. Qashqar tarafdan Eliga o'tishga birdan-bir yaqin bo'lgan bu yo'lda cheriklar sapning oldiga erkaklarni selib, ondan shahar xazinalari bilan xalqdan bulab talab olgan mol dunyolar ortilgan yuzlagan ot qiychirlarni ularning kaynidan xotin qizlarni haydab kelayotdi. Jahongir xo'jini yengib jangdan qaytgan cheriklarning bir qismi ulardan avval ketib bo'lgan. Birer yüzdek cherik bo'lsa, qiychirlarga ortilgan o'q-to'ra, qurol yaroqlarni akitayotdi. Shunga bu uzun sapning oldi muzdavondan o'tib, xon yayloqqa yetgani bilan oxiri amdila Oqsuning teg'iga ulashgan edi. Oqshamqi g'ulug'ula qalaymaqanchilikdan keyin Manju amaldorlari ot choptirib, xotin qizlarni boshqachalar nazorat qilmoqda edi. Ularni ko'zitadigan cheriklarning soni ilgirkiga qaraganda bir necha hassa ko'paytirildi. Mono cheriklar bizni saqlamoq tugul, o'zlari shamolda uchib ketadigan shaparanglardek orolga kelyotdi-ku. Voy, bizga shundaq ko'ringini bilan ularning jeniching, ko'zga ilmagan putquchumoq degandek, ularni biz mensitmay yurib, mush ahvolga qoldik emasmi? Bu Aysham to'g'ri deydi. Ularda kuch bo'lmasa, g'alyonchi lashkarlar yengiladimi? Jahonni chekatkida qoplab ketgan bu cheriklarga kimni tankilalsin? Boyadan beri ularning so'zini tinglab kelayotgan Nozugum o'zlarini mushundaq sarsanchilikqa selib vayron qilgan odamlar haqida o'ylab, xalqlar o'tirsida o't tutashtirib jang boshlagan amaldorlarga yana burunqidekla Qashqardagi issiq uylarda o'ltirdigandi. Ammo Qashqarning yigitlari buning uchun ulardan intiqom olmay qolmaydi. Rost aytdilar. Qizlar Nozugumning so'zidan keyin bu haqda o'zlaricha cho'nqur xiyolga cho'kib ketgandek xeyli vaqtgacha jim mengishdi. Bir davondan o'tib, ikkinchi davonga ulashgan seri tog'larni egizlab, qizlarning mengishi qiyinlashmoqda edi. Ular birdan pastga tövallasa, birdan yuqoriga o'rlaydi. Putlarining yeliklari uzilib ketadigandek sirqirab og'riydi. Ular yaratgan egam bizni qaysi gunohlarimiz uchun mushunda qiynaydi ekan tang deb hasrat chekishib o'zlarini qutuldiradigan g'ayri tabiiy kuchning kelishini kutadi. Voy qizlar, men buningdan neriga mangolmayman. Sodi o'ltirsa mushiyadil o'ltirsinlar. Do'stlari qo'ltiqidan yulab kelayotgan enchka, egiz bo'yliq o'r qiz o'rnidan turolmay o'ltirib qoldi. Bu nima deganingiz aynisam? Cheriklar bizning o'ltirganimizni ko'rsa, atay tarsonlik qilyotdi deb, shu yerda maydangizga nayzurib ujuqtirib yetishi mumkin. Keshmi kirib qoldi. Yana bir oz chidab mangsak, qo'nalg'ig'imi yetib boramiz. Chidang-a? deb Nozugum oradagi hammadan kichik qizni ruhlantirdi. Nozugum kichikidilla o'g'il bolalar bilan o'ynab, harbiy mashqlarga qatnashib chiniqqanligi uchunmi, boshqalarga qaraganda tog'ning qiya tashliq yantu yo'lida erkin mengib ketayotdi. U qizlar dardini aytishga boshlaganda o'zining g'am qayg'usini unutib, shularning g'amini qiladi. Qizlar tog' ichiga kirgan 2 kundan beri ko'p davondan o'tdi.
Ammo davonlar tugaydiganda qilmaydi. Ular bir davonga ko'tarilgandala, amdig'i bo'lg'andu deb cho'nqur nafas elishiga ikkinchi davon boshlanadi. Sürgündeki bu qizlar oldida turgan qatmuqat egiz tog'larni ko'rganda, ugi-ugilari bo'shishib, put-qo'lida jon qolmay titrab ketadi. Mundaq chaqlarda Nuzugum qizlarning ko'nglini ko'tarib, rivoyatlarni so'zlab beradi. Ba'zida qo'shiq qaytib naqshi aytadi. Uning odamning yurak bag'rini pora-pora qilib etadigan naqshlarini anglaganda, ko'ngillari buzilishga aram turgan qizlar yig'lamay tura olsinmi? Ammo shuningdimi ular o'zlarining ko'z yoshlarini Nuzugumga ko'rsatmay yanglariga surtib etadi. Ba'zida odamning jinidan kechib, o'zini g'orlardan tashlab etgisi keladi. Deydi Nuzugumning naqsini tinglab, ko'ngli buzilib qoladigan buvi Aysha. O'z qayg'usini ichiga singdirib kelayotgan Nuzugum do'stlariga hammadan g'ayratli ko'rinadi. Uning qaddi necha kundan beri cho'lning optipi bilan tog' shamolida har xil qiyinchiliklarni boshdan kechirib kelyapsimi, tukilmagan edi. Uning yo'g'on ko'zlarining qo'yrig'iga yig'ilib qolgan yosh nangsiga eqib tushdi. Nuzugum uni olqini bilan surtib etib, chochlarini beshiga turdida, ustidan kiyib olgan qunduz to'pisini sal tuzab cho'nqur nafas oldi. Lekin o'zining dardini do'stlariga aytib, ularni ruhsizlantirg'isi kelmadi. Qashqardan chiqqandan beri bir talay do'stlarimizdan ayrildik. Ba'zilar suygan yerlardan ayrilib, yaqin yurtlarga berib, manjolarga xotin bo'lgandan ko'ra o'limni a'lo ko'rib, yo'lga chiqa-chiqmayla hayot bilan xo'shlashdi. Bir qanchasi putlardagi temir kishalarning eg'irligidan mang'anmay, yo'llarda yiqilib qoldi. Ba'zilari orqamizdan agishib kelgan darvishlar bilan qechib qutuldi. O'tgan kecha hujum qilgan tog' qirg'izlari 10 ga yaqin qizimizni elib qechib ketibdi. Mana bugunla 4-5 qiz tog' yo'llarda mang'anmay, hanglardan g'ulab ketdi. Ba'zi qizlarni ambal ko'ngli tortgan odamlarga sovuq qilib berivatdi. Buning hammasiga urib, ruhimizni tushiraversak, o'z-o'zimizdan o'lib tugishimiz mumkin. Uningdan ko'ra, mushu tog' chatqanlar bilan kelayotganda qutulib ketishni o'ylaylik. Iloji bo'lsa qechib qutulishga harakat qilaylik. Qizlar, bularga xotin bo'lib, ulardan bola tuqicha o'lginimiz a'la. Men bu hayvonlardan bola tug'ib qolsam, uni bo'g'ibla o'ldirib etaman. Bularning bizning uyga besib kirganda, dadam bilan opamga nayza sanjib o'ldirib, beshikdagi o'g'lim bilan tili chiqib obdala so'zlab qolgan qizimni zar shig'iltib, o'zimni bu yoqqa haydab mangdi. Shu qilganlari uchun bo'lsa-mu, bir cherikni o'ldirmay qolmayman. Meni haydab opirib, shu hayvonlarni tutib bergini bilanmi, baribir Qashqarga qechib kelib bolalarimni topaman. Endi yo'lni ko'rib oldik. U taraflarda Uyg'urlar yashaydi deydi. Peshimni o'ngshab, yo'lga sep qo'ygudek bir odam chiqib qola. Ish qilib, o'ligim tog'da qolmasili bo'ldi. Rost aytdilar Robiyam. Bularning bizga ko'rsatmagini qolmadi-ku. Ag'rib tatib ma'muxallarni yo'lashtirib yordam qilaylik. Bizmi dushmanlarga xo'sh deb jon bermasmiz. Sizlardan so'raydiganim, hayotning mundaq vaqtli qiyinchiligiga qarab jondan kechib, o'zinglarni yoddan tashlab o'lib olishdan saqlaninglar. Biz Qashqarda o'lgan narasidilar. Ota-onalarimiz, yo birodarlarimiz uchun bo'lsa-mu yashashimiz kerak. Bizning xalqimizni manju amaldorlarining mushunda qiynab, tog'cho'larda qong'ir qaqshatganligini keyingi avlodga aytib yetkazish uchun bo'lsa-mu hayot kechiraylik. Biz o'lib olganimiz bilan bu tortgan jafolarimizni at-o'gin boshqalarga kim aytib yetkazadi? Mushkullarni naqsh qo'shiqimiz, so'z hikoyamiz, qahramonligimiz bilan bo'lsa-mu tirik qolganlarimiz kelajakning odamlarga yetkazaylik. Kelgusi avlodning bizning tortgan jafolarimizni bilmay turib, bu dushmanlarga bo'lgan g'azab nafrati uyg'onmaydi. Nuzugumning so'zlarini anglagandan keyin put-qo'llarining og'riqini birpas unutib ruhlanib qolgan qizlar amdi oldidagi borgan seri yiqilishayotgan oqqor, ko'k muzliq tog' cho'qqilariga qandoqdir bir kuch g'ayrat bilan intildi. Muzdavonga yetmay turib, munchilik qiynalyapmiz. U yerga borganda qandoqmi qilamiz? dedi. Amdi tog' bag'ridagi qiypash yo'l bilan xuddi yipqi tizilgan munchoqdek qator kelayotgan odamlarga qarab, bu mo'jizaga hayron bo'lgan Xelicha xonim. Bir chaqda Xelicha xonimdan birar 100 qadam ilgari ketib borgan Qiychir xuddi biri ittirvatgandek sho'x-sho'p tiyilib yiqildi. Uning kaynida o'lishib kelayotgan cheriklar bilan tutqunlar vorqirishib ketdi.
Qizlar qaranglar, qichir qulab ketdi. Xelicha xonimning ovozi hammani cho'chitibdi. Qichir ustiga ortilgan yuk bilan bir ishga qaytim asta do'milgandan keyin toshdan toshga urilib, xeyli yergacha serilib bordi-da, ondan tik g'or tegidagi suvga soyning ichini larziga keltirib qo'ydi. Atrofni chang keltirib chiqqan sada to'xtamayla bir-biriga oralli elishib turgan toshlar egiz yerdan to'kilishga boshladi. Tog' ichiga tarqalgan vongchung cho'qqilardagi toshlarga ta'sir qilg'achqimi, ularmi sharaqlab pastga do'miladi. Sada chiqqanda qog'i quzg'unlar bilan bo'ri iyiqlarmi o'zlarining tinchligini buzgan odamlarga nafrat o'qib, ulardan urkib chiqib, jonlarini saqlash uchun buningdan egiz cho'qqilarga qochdi. Ya Allah yaratgan egam o'zing saqla. Bu nima balo qazadi? Hayvonlar menga maydigan taqlardan bizni qandoq o'tidi deydiganda bu shumla. Xotin qizlar nima bo'lsaqmi bo'layli degandek bir-birining qo'llarini mahkam tutishib, yonbag'irdagi yolg'iz oyoq yo'l bilan aron mengib ketib-o'tdi. Ularning putlari salli teyilib ketsa, o'ng tarafdagi tegi ko'rinmaydigan tik yarga tushib ketishi mumkin edi. Tog'dan xo'lisak, o'likimizni odam ko'may, yirtqichlarga yem bo'lib tugaymiz-da. Undaq gaplarni qilmay bismillah deb mang'aylilar. dedi yo'lga chiqqandan beri ichida bir narsalarni pichirlab o'qib kelayotgan Olmaxon. Uning o'chiq qolgan put-qo'lining hammasini tosh qiyib qonitibatgan edi. Shundaqdimi uning o'ziga qarg'uvchiligi yo'q. Sirgullar yon bag'irdagi yo'l bilan yana bir davon eshib, cho'risi tosh bilan qo'rshalgan kichik mahallaga duch keldi. Ular oldiga Uyg'urcha paranglashib chiqqan yalang oyoq, yalang to'sh bolalarni ko'rib, ko'zlarida umid uchqunlari parladi. Boqanni uchirtib qolarmanmikin degan umid bilan kelayotgan Nozigimning yuragi so'qib ketdi. Bu yerda Uyg'urlar yashaydigan o'xshamamdi. Xudoyimning yeri yetmagandek, ularga bu yerda nima bor-kin tang? Bizga o'xshash yo'ldan o'tgan musulmonlarga bir chini suv berib bo'lsa savobini olayli deb yashayotgan birlardi balkim. Hey tangay, av saydagi kigiz o'ylarni ko'rdingmi? Bu yerda qirg'izlarmi bor o'xshaydi? Qirg'izsiz tog' bo'lamdi. Xelicha xinim erlarning parangi chiqib edi, yuz ko'zini, sochlarini silab, kiyim kechkini tuzab qo'ydi. Bugun mo'sh yerda tunaymiz. To'xtanglar. Bastini ot ko'tarolmay kelayotgan, ko'zlari kichik jakarchi kang sayning ichini chang keltirib varqiradi. Uf, xudoya, shukr etam, oladigan bo'ldik. deyishib, qizlar turgan yerdala o'ltirib hordiq elishdi. Nozigim soyning tegida eqiyotgan suvning bo'yiga yaqinlashmoqchi bo'lib edi, mong'olmay o'ltirib qoldi. U boshda puti qancha og'risa-mu, dardini qizlarga aytib, ularning ko'nglini beorom qilg'usi kelmadi. Ammo hozir uning shahla ko'zlaridan taram-taram yosh eqib, o'pki-o'pkisini bosolmay yig'lavatdi. Nozigim, biz sizlarni qaysar xotin deb o'zimizga yer-yo'la qilib kelayotsak, yig'layotganlari nemisi? Sabr qilsizlar, deyishdi ayollar. Birdilla ular Nozigimning go'shi surilib, shalvarab ketgan putlarini ko'rib, cho'rqirishib ketdi. Voy xudoyim, bu nima bo'ladi? Shunchalik bo'lib ketkichimi gap qilmay meng'iyvagan bormi? Qiz juvonlarning bir yerga to'plashib cho'rqirishayotganini anglashi bilanla qilishlarini yalangashlab cheriklar yetib keldi. Hey, nima vaqchun qilishsan? Mama, tarqilish. Nimada vaqchun qilmoqdekmiz? Senlarning bizni o'ltiradigan niyating bo'lsa, jonni qiynamay, mushiyadini o'ltirish, bo'lmasa hol ahvolimizga qarab tuzuk ilib mengish. Sen buni xotinning putining qandoq bo'lib ketganini qarab baqa, dedi Xelicha xinim. Cherik ahvolni uqqandan keyin xijolat bo'lib qoldi-mu, xuddi meningda nima gunoh deysizlar? Hayda dedi, haydadim. Bo'lmasa, sizlarning ko'nglingizga qilcha azor solg'um yo'q degandek bir pas tushib turdi-da, ondan keyniga dojib ketib qoldi. Xelicha xinim qizlar bergan yog'liqni o'ttirdan ikkiga bo'lib, Nozigimning putini tengishga kirishdi. Mana hada, meningda qo'yig'i bor, balki moysur kep tangsaq chopsonroq saqayib keta, dedi. Oqsuda Xanzu qizi suv akilib bergan oynasa, mo'rsiga ortib olgan xaltisidan qushqash go'shchilik quyruq moyni chiqarib. Buni qo'y yaxshi qildingiz. O'zinglarning dardini tortolmayotganda sizlarga ish tepib berdim-u nima qizlar? Hech vaqasi yo'q. Ati yo'lga chiqqucha qaytib qolar.
Nuzugum pochiqini yipib shoyi ishtinining puchqiqini yuqori ko'tarib, temir kishan yori qilayotgan putini uvuladi. Nuzugum putini tengib bo'lgandan keyin qizlarning ko'nglini xotirjam qilish uchun toshning ustida o'ltirib naqshi boshladi. Durdun kiygan oyoqqa temir kishan bo'sh keldi. Jinim dada qeshidin bu yo'llarda kim keldi? U putining og'riyotganiga qaramasdan asta g'ingshib naqshisini davomlashtirayverdi. Boshqa qizlarmi uning cho'risiga yig'ildi. Barakallah Nuzugum, o'zimizning ko'nglini o'zimiz xush qilmasak, kim xush qiladi? deb uning naqshisiga xelicha xinim qo'shildi. Ularga boshqa qizlarni qo'shilib naqshini davomlashtirdi. Kun o'ltirib ketayotgan mezgildagi tog' ichining jimjitligini buzib, qizlarning past ovozda aytilgan naqshisi yangramoqda. Ularning ovozini anglashi bilan ko'p yillardan beri tog' ichida yashayotgan kichik mahallaning odamlari-mu bola chaqalarini yetilishib kelishdi. Qirg'iz, qozoqlar bilan oralashib yashayotgan odamlarga qizlarning naqshisi ko'p yillardan beri unutilib ketgan narsalarni yodiga silib, ko'ngillarini saygitib, yurak o'tlarini qaytadan tutashtirmoqda. Ularmu o'zlarining ishkitoq o'tirsida o'tgan kechgan karvonlarning ot ulug'ini ko'zitib, ba'zi bir qechib mo'kinib yurgan musofirlarning beshiga panoh bo'lgandan boshqa dunyoning qiziqini ko'rmay yashayotganligini endi sezgandek bo'ldi. Bizning ota buvlarimizmi Qashqardan chiqqan. Ular buningdan 60-70 yil ilgari Uchturpan fojiasidan keyin tog' ichiga qechib, mushu yagi bog'lanib qolgan ekan. Hozir qirg'izlar bilan qozoqlarga qiz berib, qiz elishib, orlashib ketdik. O'tgan kashkanlardan yurtning omonligini so'rash turib turamiz. Aslida biz xalqning rizqini har joyga chechivatgan o'xshaydi. Qanday qilamiz? Jon boqmoq farzgan. Yeshi to'xtab, soqol burutini oq oralagan salopatlik odam bu mahallaning tarixi haqida uzoq hikoya qildi. U beshiga Qashqar to'ppisi, uchisiga yangi yo'q teri kamsul, putiga to'gi terisidan tikilgan cho'riq kiyib olgan edi. Bu mahallaning xotin qizlarining uchisidimu davondan o'tgan savdogarlardan setib olgan kiyim-kechaklar turadi. Hoy qizlar, nima qarab turasizlar? Muni hadilaringlarning yo'l mengib, ustab ketganini ko'midinglarmi? Qani, o'yladi bor sutqitiqning hammasini yig'ib kelinglar. Sürgünlarga yaqinlashayli desa qo'rqib, ularga yiroqdan qarab, ayollarning chiroyligligiga, chochlarining uzunligiga hayron qilishgan qizlar salopatlik odamning so'zini anglagandan keyin uylariga qarab yugurishdi-da, ko'p o'tmayla cho'chak, jamlarda, ba'zilar hatto to'lumlarda qiytiq, suzmalarni akilishdi. Ba'zi qizlar uylarida bor non to'qashning hammini ko'tirib akilishdi. Bizning mahallaning begi sizlarni haydab kelayotgan ambal bilan yaqinkan. Shunglashqa ular hech narsa demaydi. Bizning yurtdan rozi bo'lib ketinglar. Qizlarim, sizlarningmi bizga o'xshash ota-onanglar bor edi. Totilmanglar, ha? Totilmay yeb ichinglar. Sürgünlar tog' ichidagi mahalla xalqining akelgan sut qiytiqlarini ichgandan keyin ko'ngillari ko'tarilib qoldi. Boshda ulardan tap tortib turgan bu yerdagi qizlar amdi palonqonlarga echakishib, ko'p yillardan beri ko'rmagan qeyrindoshlarni ko'rgandek yiqilishib ketdi. Ba'zilari sürgünlarning yo'lga chiqqandan beri tog'oq ko'rmagan chochlarini tarasa, ba'zilari ularning choch tangilariga, kiyim-kechak, halqa uzuklarga talmirib qaraydi. Bo'yiga yetib qolgan qizlar mundaq esil zibu-zinnatlarni nerdan tepishga bo'ladiganligini, uning narxi necha pul ekanligini so'rashtiradi. Buni majan meningdan sizga xotira bo'lsin. Bu davondan o'tgan bir hadamning xotirasi edi deb saqlab taqasiz, singlim. dedi Nuzugum bo'ynidagi marjonni elib, uni o'ziga bir cho'chak qiytiq bergan 12 yoshlar chomisidagi qizga berib etdi. Eliqi qiz bu gapga ishonmayotgandek birdan marjonga, birdan o'zini cho'ridab turgan qizlarga qarab turib qoldi. Chetda turgan ayollardan biri, "Hadang bergandan keyin og'in bolam", dedi. Shuningdan keyin heliqi kichik qiz xushalliqidan rahmat deb Nuzugumning nangsiga birini so'yib qo'yib yugurib ketdi. "Manglar elinglar, biz o'zimizni pardozlab, uzuk selib, halqa taqagan bilan qarg'udek er bo'lmasa, uning nima keragi? Bular sizmi yaraveramiz?"
deb Xelicha xonimmu uzuk halqalarini sug'urib elib, bu yerdagi qizlarga berib edi. Uning kaynidan boshqa ayollarmu yaxshi narsalarning hammasini chiqarib berib etdi. O'z navbatida yerlik xalqlarmu shuncha kundan beri yo'l mengib, ko'ngliklari yirtilib, yalang'och bo'lib qolgan qizlarga uylaridan issiq kiyimlarni akilib kiygizishga boshladi. Otalarimiz yozda yepinchangni, qishda oziqni tashlama debdikan. Issiq kiyinmasanglar, muzdavondan o'tkichi ushib qolasizlar. Dedi boyiqin salopatlik odam oyoq kiyimlari yirtilib, yalang oyoq qolgan qizlarga qarab. O'zinglarmug'i to'yga mangandaylik kiyinib olgan ekansizlar. Ha, cho'ng dada, otamning o'lidig'ini bilsam bir tovoq kepakka setib olatdim degandek, mundaq yoqi yurtlarga qolindiganligimizni kim bilibdi deydilar. Bu cheriklar bizni Heytgoh maydonida haydab mongda emasmi? Dedi Olmaxon o'z dardini aytib. Tutqunlarning bir to'xtasa mushu yerda to'xtaydiganligini oldin ola bilib, taras qilib boshqa joylarda yashayotgan odamlar soy-jiralar orqali kelishmoqda edi. Dastlabda odam oz chaqda ularni tutqunlarga yaqin qo'yib bergan cheriklar endi borgan seri ko'payayotgan xalqni qo'g'lig'ili turdi. Zavol bo'lib kech kirishiga qirg'izlar yana paydo bo'lishga boshladi. Ular o'tgan kechidagiga o'xshash bugunmi hujum qilmisi bo'ladi-ku? Xotirjam bo'linglar, bizning xon o'z qizini Mo'ng'ullarning do'rg'isiga bergan. Shunlashqa ular bir-biriga hujum qilmaydi. Ha, shu. Ilgari qishimizga odam turmoq, hayvon yo'latmaydigan cheriklar bizni hajab erkin qo'yib deyman texi. Xelicha xonimning chaqchaq oralash paring'i tugumayla, cho'ng soy tarafdan bir to'p otliq chiqib kelishdi. Ularning ko'pi kunning texi issiqiga qaramasdan boshlariga tulki to'moq, uchisiga kurang juvi bilan shalur kiyishib olgan edi. Yeliqilar xuddi och bo'rlardek otlarni deva yiltib kelishdi-da, o'zaro bir nimalarni deb tovoqdek yo'g'on yuzlaridagi shalang burutlarni to'lg'ab hijaydi. Ba'zilari qotlab tutib olgan qamchilari bilan qizlarni sharat qilib o'zaro nimalarnidir deyishatdi. Bular mushu tog'ning Otay Botur degan bo'risining qaroqchilari bo'ladi. Bu yo'ldan o'tgan har qanday karvon uningga tog' seligini to'lab, roziligini olmay turib ilgari mangolmaydi. Tog'ning har bir kamarida uning qaroqchilari qo'llariga tez etildigan miltiq va o'qyalarni tutib marab yotadi. Xudodan qochib qutulish mumkinki, lekin Otay Boturning qaroqchilaridan qochib qutulish aslo mumkin emas. Dedi o'zini chetkirak tortib tinch bo'lib qolgan boyiqi salopatlik odam. Otay Botur degani qora maxmal choponning teshidan kumush bilan naqshlanib yasalgan kangligi 5 ilik tasma poti bog'lab, ustiga qunduz yoqiliq beg'irrang paranja ortibapti. Uning pashlari etining sag'irsini yepib turadi. Kumush sopliq yo'g'on qilichini semiz qo'li bilan tutib olgan Otay Botur qizlarni bir oz ko'zdan kechirdi-da, ondan o'zini boshlab kelayotgan navkarlarning biriga: "Bularning xo'jayinlari nada? U tosh uyda o'xshaydi." Tog' xo'jasi etining tizginini u yoqqa burishi bilanla qo'riqchilar qizlar tarafga yaqinlashdi. Otay Botur ombolning huzurida uzoq o'ltirib, yuzlari pokandda qizirib chiqqandan keyin yana etiga minib, qishig'a Mo'ng'ul durg'isi bilan ishki cherikni agashtirib keldi-da, to'plashib o'ltirgan tutqunlar orasidagi ko'kulisi oldiga tushib turadigan oq yuzlik Xelicha xonim bilan oq raxtdan ko'nglak kiygan Olmaxonni ko'rsatib, o'zi yuk tengiqlar ortilgan qichirlar tarafga ketdi. Voyjon, munolar nima deydigandan o'zigim. Hammasini meni sharat qilib ko'rsatib-atadi-ku. Do'rg'iga bir narsa deb ko'rsilichu. Sharmanda qilib bizni bularga setib atmasin. Xelicha xonim umchib yig'lay deyishiga uning so'zini bo'y Oyshan bo'lib etdi. O'zingizmi-g'o qosh ko'zingizni o'ynatib, kiyim-kechaklaringizni tuzab ketib edingiz, shuni ularning ko'zi sizga tushgandi. Hey, men sizlarga Otay Botur bu to'pdan xoliqini olmay qolmaydi demaganmidim. Bari bir qiz bolaning baxtini talodin yaratgan. Bo'lgan yerlaringlarda xo'rlik ko'manglar. Hay qizlar, men sizlardan ayrilmayman. O'zsekmi birga o'laylik. Xelicha xonimning varqirab yig'ilgan yig'isi xeyli vaqtgacha to'xtamadi. U faqat yenida qator kelayotgan Olmaxonning
Ahmaq xotun, muzdavanda to'nglamay saqalğanğa şükri desila. Qashqardagi shir sifat o'g'lonlarimizdan ayrilgandan keyin endi kimga tegsakmi baribir emasmi? degan so'zini anglagandila bir oz besilganda qilivedi, lekin keyniga qarab o'zi bilan billa kelayotgan tutqunlarning yig'ilishayotganini ko'rib, yana o'pkidab ketdi. Necha vaqtdan beri japonni billa tartib, boshqa ig'ir kun tushgan chaqlarda holmon aytishib, bir-biriga qeyrindosh bo'lib ketganlikdanmi, bu ikki juvonni qaroqchilarning oralaridan akatgani tutqunlarga ig'ir tuyuldi. Yo'lga chiqqandan beri birinchi qitim do'stlarini o'zlaridan ayirib ketayotganda, bundaq kunning ati o'gun o'zlariga keladiganligini o'ylab, ular texmi miskillashib ketdi. Otay Baturning qaroqchilari bu ikki juvonga cheriklar Qashqardan akilayotgan yuklar ortilgan bir necha qechirni qo'shib haydab mangdi. Faqat shu chaqdala xuddi tog' bag'irlarida qatori o'sgan qarag'aylardek qo'llariga miltiqlarni tutishib, sap tortib turgan qaroqchilar ko'zdan g'oyib bo'ldi. Borgancha yiroqlashib ketayotgan Xelicha xonimning ovozi qaroqchilar yaqin suvni yoqilib, tog' do'qmishini aylanib o'tganda anglanmay qoldi. Tutqunlar cho'nqur nafas elishib, ko'z yoshlarini surtishdi. Ular bir-biriga texmo mehribon bo'lishib, Nozugumga yaqinroq o'ltirishdi. Xelicha xonim bilan Olmaxondan ayrilgandan keyin Nozugummu o'zini yetimsirab qolgandek sezdi. U tashmitini necha qitim tuzashtirib, o'rnib yepinib baqsimu, xuddi ichiga sovuq shamol kirib olgandek teni isimayli qo'ydi. Endi u o'zini to'rt tarafini egiz tog' qo'rshigan soyning ichida tuyi yo'q qorong'u cho'nqurga tushib qolgandek sezatdi. Uningga bu yerdan chiqish mumkin emasdek bilinadi. Bugun bir oz vaqt aloqzada bo'lishgan tutqunlar kechlik tomoqlarini yeb bo'lgandan keyinla uyquga ketishdi. Nozugum bo'lsa texi uyg'oq. U yo'l yurish davomida tog' chatqonlarini, soydagi orchi bilan hong toshlar orasidagi g'orlarni tafsiliy ko'zdan kechirib mangdi. Shunga u hozir qochib ketishni o'ylab yetib, qorong'u tushishini, tutqunlar bilan cheriklarning uxlashishini kutmoqda edi. Chapsonroq qochib ketmasam, bular meni biror qaroqchiga sovuq qilib etishi mumkin, degan o'y uning ko'ngliga orom bermaydi. Nozugum oy yo'riqida atrofga sapsilib qarab baqdi. Biroq to'rt tarafini egiz tog'lar qo'rshigan bu kichik mahallada qochib mo'kkidek yerni ko'rmadi. Bir kechining ichida boya qaroqchilar qator turib ketgan edirdan eshib, u tarafga o'tib ketsa yaxshi. Agar o'tib ketalmasa, atrofni qo'rshab turgan cheriklar darhol tutib yelishi mumkin. Boya qaroqchilar Xelicha xonimni akatgan chotqonliq soydagi cheg'ir yo'ldan boshqa yo'l yo'qdek qiladi. Soy ichidagi bu yo'l nega opiradi ekan? Shuning bilan qochaman deb o'zimi Xelicha xonimga o'xshash qaroqchilarga tutilib qolsa-chu. U ko'p vaqtgacha qaroqchilar Xelicha xonimni akatgan soyning ichidagi chotqonliqqa, g'or toshlarga sapsilib qaradi. Oy yo'riqida tog' cho'qqilari bilan qaptonlar ro'shan ko'rinib turadi. Soyning ichi bo'lsa qorong'u edi. Nozugumga oshu qorong'ulikqa yetib olsalar, o'zini hech kim topolmaydigandek sezildi. Ammo u yerga qandoq yetish kerak? Atrofda boshlarini nayzlarga yo'lab cheriklar o'gdab o'ltirishadi. Ularning qaysisi o'yg'oq, qaysisi uxlayotganini bilish tez. Agar Nozugumning qochqinini birari bilib qolsa bo'ldi. Boshqalarga ibrat uchunmi shu yerda maydasiga nayza sanjib o'ltirib etishi mumkin. U mahalladagi uylarning o'ttirisidan oqadigan tog' suyiga sapsilib qaradi. Mushu suvning ichi bilan o'milab mengib, cheriklardan o'tib ketgili bo'ldi ekan. Xelicha xonimni akatgan soyga boradigan buningdan boshqa ishonchlik yer yo'q. Nozugum soyning ichidagi jimjitlikni buzib, toshdan toshga urilib, shovqin chiqarib eqayotgan tog' suyiga uzoq qarab o'ltirdi. Suvmu xuddi uni o'ziga chaqirgandek oyning yo'riqida parqirab ko'rinadi. Ko'k osmonda jimi olamni yo'ritib turgan oy egiz tog' kayniga mo'kishga boshlaydi, atrof qorong'ulashib, texmi jimjit bo'lib qoldi. Faqat tutqunlarning qarqirab xo'rak tortishlari, ba'zilarning varqirab jo'yilishlari anglanib turadi.
kunduzi kelgan qaroqchilarni ikki juvon bilan 10 qechir mol berib yo'lga solgan cheriklar endi bizga hech kim hujum qilmaydi degandek dunyodan beg'am uxlayotdi. Nuzugum put qo'lini so'zib tizig'i beshini qo'yib yotgan qizni asta yo'tkab o'zini bo'shatdi. U qizlarni uyg'otib deb bir oz vaqt yenichi yotdi. Faqat heliqilarning uxlayotganiga to'liq ko'zi yetgandila asta o'milab mongdida bir oz yerga borgandan keyin yana to'xtadi. Atrof jimjit. Hamma qattiq uyquda. Uning ketkinini hech kim sezmadi. Nuzugum o'rtirib mengishga aymandida o'miligan peticha o'stan yoqisiga bordi. U oldiga singilab qoshili bo'layotgan ko'ngliki va pashmatini turib shoyi ishtinning beg'iga qistirdi. U o'zini ana shundoq aplashtirib bir oz yergacha qirg'oq yaqilab mongandan keyin suvga tushdida uning eqishiga qarab tövalladi. Boshda tog'ning sovuq suvida andikib put-qo'llari muzlashga boshladi. Qizlar qo'y miyi bilan moylab tengib qo'ygan puti suvga tekkandan keyin echishga boshladi. Lekin u buningga bardoshlik berib, yaqin ichidagi yo'g'on toshlardan ortilib o'tdi. Soyning suvi ozda qilib edi, lekin bir necha qaytim cho'nqur qaynamga beshchili kirib ketdi. U bulog'i qilchi parvo qilmay, cheriklar ko'zitib turgan yerdan o'tib, tog' daldisiga yetib elishni o'ylaydi. U tarafga o'tib olsala, bir amalini qilib, jenini saqlab qola oladi. Agar uning suv ichi bilan kelayotganini cheriklar bayqab qolsa, Xudoning urg'ini. Ba'zi yerlarga kelganda suv yeyilib oqatdi-da, mundaq yerda odam osonli ko'rinib qoladi. Ko'zdalay odamning ishi hamma yerda o'ng'i tortmaydigan o'xshaydi. Koshki tog' daldisiga yetib olguncha yaqin suv cho'nqurroq bo'lib barsichu. Yo'q, Xudoyimning ko'zi bor o'xshaydi. U shundaq deb 10-15 qadam o'mila-o'milamayla suv cho'nqurlab, uning girvaklarida ozoda mong'udek quruqlik paydo bo'ldi. Nuzugum Xudoni aslab, yonchuqini siypab, boya qochadigan chaqda tushib qolmasin deb silib qo'ygan tasvisini izdidi. Bor ekan. U o'zini yenida cho'ng hamrohi bordek his qildi-da, tog'ning salqin havosida ko'ksini to'ldirib nafas oldi. Amdi yaqin ichidagi putiga petib ketayotgan qiyoq toshlar tugab, biri xuddi uning mong'inini bilib, poyonda silib qo'ygandek puti yumshoq seg'iz to'piliq lotqini dassidi. Odamning ishi o'ng'i tartsa mushundaq bo'ladi ekan. Uning ko'ngli xotirjam bo'lib, mengishi yeniklashib qoldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Ha. Menga boy bermay qechib ketgandan keyin rostilla qaysar xotingan. Sizlarga o'xshash men o'limtikni boqqucha. Mushunda xotindan 5 o'lni boqsam, hamma chantoni siqimimni tutatdi. Voy Xudoyim, bu odamning o'ligiga qaranglar. Yengil o'lgan o'xshaydi. Bu oldimizda haydab mongan erlardan birining o'ligimidi? Bir muncha ot va odamlar muzning tegiga tushib ketibdi. Avaylab yengil.